Namanganda rekord darajadagi noqonuniy qimorxona fosh etildi. Davlatobod tumanida milliardlar o'yini to'xtatildi. Ichki ishlar vazirligi o'tkazgan tezkor tadbirda ulkan jinoiy tarmoq qo'lga olindi. Raqamlar dahshatli. Jinoiy guruhning transaksiyalar tarixida 44 milliard so'mdan ortiq mablag', kriptovalyutada esa 14 milliard so'mlik aylanmalar aniqlangan. Hatto hisoblardan birida 26 trillion so'mdan ortiq aylanma izlar topilgan. Nimalar musodara qilindi? Tezkor guruh tomonidan qariyb 27 ming AQSh dollari, millionlab naqd pullar, kompyuterlar va pul sanaydigan maxsus apparatlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Oqibat: 1985-yilda tug'ilgan guruh yetakchisi va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Endi ular qonun oldida javob berishadi. Xulosa: oson daromad ilinjida qonun buzishning oxiri doim shunday tugaydi. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.